Bismillahirrahmanirrahim. Ebul Hasan en-Nedevi'nin Kısasun Nebiyyine lil Atfal. Balalar üçün Peygamberler Kıssası namlıq bu dersini ders kılıvatkan bugün şu dersinin devamını okuyumuz. 4. Ormanlıqqa Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını sözlevatkan. Yaqub Yusuf'ga icazet bergen çağda qırındaşlarına ait hoşal bop ketdi. Ular ormanlıqqa badi ve Yusuf'ni ormanlıqdaki bir quduqqa taşladı. Ular kichik Yusufga rahim qilmadi, ich og'ritmadi va cho'ng shayx yashnab qolgan buvay Yaqubga ham rahim qilmadi. Ya'ni ich og'ritmadi. Yusuf kichik bola edi. Uning qalbi kichik edi. Quduq cho'nqur edi. Amiqatun degan cho'nqur. Quduq qop-qorong'i zulmat edi. Yusuf vahid, yolg'iz edi. Vahidan degan yolg'iz. Lekin Allah Yusufga xush bisharat berib, onunğa mundaq dedi. Yani mundaq vahiy qildi. Qayg'urmag'in va qo'rqmag'in. Allah sen bilan billa. Sen uchun katta bir ish bo'ladi. Qarindoshlaring sening qishingga keladi. Yani kelgusida keladi. Sen degan harf istiqbol kelgusida keladi. Va sen ularning ishlarini ular qilgan mush ishlarni ularga deb bersen. Ular ishlarini tugatgan chaqda Yusufni quduqqa tashladi va to'plashib mundaq deyishdi. Dadimizga nima deymiz? Ularning ba'zisi mundaq dedi. Dadimiz men uni bo'r yeb ketishdan ansirayma deydi. Biz uningga rost aytib ekansa, ey dada, haqiqatan uni bo'r yeb ketdi deb mushtaq deyli, dedi. Qarindoshlar bu gapga ma'qul keldi, qo'shildi va ular shundoq, biz ey dadimiz uni bo'r yeb ketdi deyli, dedi. Qarindoshlarning ba'zilari mundoq dedi. Lekin buning alomati nima? Ya'ni Yusufni bo'r yeb ketganligining alomati nima? Ular deyishdiki, Yusufni bo'r yeb ketganligining alomati belgisi qondir. Qarindoshlar bir qo'yni elib, uni bo'g'izladi. Ular Yusufning ko'ynagini elib, u ko'ynakni bo'yidi, ya'ni qon bilan bo'yidi. Qarindoshlari nayt xo'shib ketdi va mundoq deyishdi. Amdi dadimiz bizni tasdiqlaydi, ya'ni gapimizga ishonadi, deyishdi. 5. Amama Yaqubning oldida. Vaja'u abahum Aysha yabkun. Ular kechda Ayşa degan kechida dadisining qishig'a yig'ilgan holatda kelishdi va ular mundoq deyishdi. Ey dadimiz, biz haqiqatan musobaqa tashkili ketgan edik. Zahabna nastabiqu degan musobaqa tashkili borgandik va Yusufni mata'ina narsa keraklarimizning yanida qo'yib qo'ygandik. Ondan uni bo'r yeb ketdi, dedi. Ular vaja'u ala qamisihi bidamin kazib. Ular Yusufning ko'ynagidagi yolg'on qonni olib kelib, bu Yusufning qani deyishdi. Va ularning dadisi Yaqub payg'ambar edi va cho'ng bir kishi edi. Bolalardan aqlliroq edi. Yaqub bo'ra agar insonni yeb ketsa, uni jarohatlantiradiganligini va ko'ynagini yirtadiganligini biladi. Yusufning ko'ynagi salim, ya'ni sapsaq edi. Qon bilan bo'yalgan edi, masbugan degan bo'yalgan edi. Shuning bilan Yaqub uning yolg'on qon ekanligini va bo'r qissasining yolg'on to'qilma qissasi ekanligini bildi. Mavdu'a degan to'qilma. Balalarga shundoq dedi. Balki bu sizlar to'qib olgan bir qissadir. Fa sabrun jamil. Ben chiroyliq sabr qilaman. Yaqub Yusufga nayt qattiq qayg'urdi, hazina qayg'urdi, lekin u sabran jamila, chiroyliq sabr qildi. 6. Yusuf quduqning ichida. Qarindoshlar uyga qaytdi. Yusufni quduqning ichida tashlab qo'ydi. Qarindoshlari tomoq yedi va ko'pining ustida uxladi. Va Yusuf bo'lsa quduqning ichida edi. Uningga na ko'pa na ilgili tomoq yo'q edi. Qarindoshlari Yusufni unutib qoldi va uxlab qolishdi. Va Yusuf uxlamadi va hech kimni unutib qolmadi.
ve Yakup Yusuf'ni eslep, Yusuf Yakup'ni eslep muşallatı kaldı. Eslep tudi. Yusuf quduqning ichida edi ve quduq chunqur edi. Quduq o'rmonliqning ichida edi. O'rmonliq surlik qo'rqinchli edi. Bu kechida edi. Kechi bo'lsa qorong'u edi. 7. Quduqdan qasrga bir top kishilar, jamoatun degan bir top kishilar bu o'rmonliqdan safar qildi. Ya'ni safar jarayonida bu o'rmonliqdan o'tdi. Yo'lda usab ketdi. Quduq izladi. Ya'ni suv izlab quduq izladi. Ular bir quduqni ko'rdi. Quduqning qishiga ularga suv elib kelish uchun ya'ti bi degan elib keldi degan gap. Ya'ti keladi, ya'ti bi elib keladi. Ularga suv elib kelish uchun quduqqa bir kishini avatdi. Eliqi kishi quduqning qishiga keldi-da va adala dalwa. Chilikini, ya'ni suv oladigan narsani quduqning ichiga sangilatdi. Adala sangilatdi. Va naza'a dalwa. Chilakni tatdi. Naza'a degan tartdi. Va u chilak nihoyat og'ir ekanligini bayqadi. Fa iza degan tuyuqsiz bir narsani bayqaganligini yoki ko'rganligini bildirdi. Uni chiqadi. Shunda qarig'dak bo'lsa, chilakning ichida bir o'g'il bola tug'an. Eliq kishi cho'chib ketdi va tovladi. Voy, xush bishorat elanglar, bu bir o'g'il bola ekan dedi. Kishilar nihoyat xush bo'lib ketib, bu ishni maxfiy tutdi. Ular Misrga yetib keldi. Ya'ni ular uni qul qilib satmoqchi bo'lgan, shun xo'shib ketgan o'xshaydi. Ular bozorda turib tovladi. Bu balani kim setib oladi? Bu balani kim setib oladi? deb shundoq tovladi. Misrning azizi Yusufni sanoqliq ma'duda degan sanoqliq, ya'ni ozgina dirhamlarga setib oldi. Tijoratchilar uni satdi va Yusufni ular bilmay qoldi. Ya'ni ular Yusufni tunimaydi. Aziz uni qasriga eppadi, zahababi eppadi va ayoliga Yusufni hurmatlang, chunki u aqlliq bola dedi. Inna degan chunki degan ma'nosi bor. 8. Vafo va omonat. Azizning ayoli Yusufni xiyonat qilishga qiziqtirdi, chaqadi. Lekin Yusuf aba boshlatdi, unimadi va dediki, kalla, ya'ni hargiz mumkin emas. Men sayyidimga, xo'jayinimga hargiz xiyonat qilmayman, chunki u menga yaxshilik qildi va meni hurmatladi. Men Allohdan qo'rqaman. Azizning ayoli nihoyat g'azablandi va yo'lishiga shikoyat qildi. Aziz ayolning yolg'onchi ekanligini bildi. Va Yusufning ishonchlik ekanligini, omonatdor ekanligini bildi. Ayolga, siz haqiqatan xatolashquchilardan dedi. Yusuf Misrda o'zining go'zalligi bilan tanilgan edi. Uni bir kim ko'rsa, har qanday odam ko'rsa, undaq deydi. Bu inson emas. Bu faqat bir hurmatlik farishta deb mushtaq deydi. Azizning ayolining g'azabi nihoyat qattiq bo'lib ketdi. Qattiq g'azablandi-da Yusufga mundaq dedi. Undaqda sen meni gapimga unmasang demakchi, turmaga borasan. Yusuf dediki, turma menga suyimlikroq. Va ba'da ayyamin, ya'ni bir mazgildan keyin, ya'ni bir qancha kunlardan keyin Aziz Yusufni turmaga avatib etish qaroriga keldi. Ra'a degan deb qaradi, o'yladi, fikr qildi degandek ma'nolarda. Aziz Yusufning pok ekanligini bilatdi. Bari degan pok, gunohsiz. Yusuf turmaga kirdi. 9. mavzuga kelibmiz. Inshaalloh kelar soat so'zlayli. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk.